Minecraft hardcore rejimi. Bu rejim ko'pchilikka yoqadi va shu o'rinda ko'pchilikka yoqmaydi ham. Chunki bu yerda bitta xato va hammasi tugadi. Bugun men mana shunday rejimda iloji boricha omon qolishga harakat qilaman. Kanalim yangi ekanligini hisobga olsak, sizlarning obuna bo'lishingizni chin dildan xohlayman. Aytgancha, men hardcore rejimini umrim davomida birinchi marta o'ynayapman. Bu degani men uchun ham, sizlar uchun ham video juda ham qiziqarli bo'ladi. Spiders everywhere. Yangi Mirror hardcore dunyo omini mayli jiddiy qilamiz. Xullas, men spam bo'ldim. Ana endi biza daraxt chopib olishimiz kerak. Go. Xo'sh, versak yasaymiz va bolta. Qayerdadir qo'y. Okey, bu yerda ekan. Ana menga o'ldirib berdi. Yo'q. Okey, bunga ham yordam beramiz chiqishiga, bizga, chunki qo'y o'g'lab berdi. Okey, ana endi toshli buyumlarga ham o'tsak bo'ladi. Bilmayman, mana shu savanna biyomi umuman yoqmaydi menga. Yaxshi, bu yerda ko'mir bor, bularni hammasini olishimiz kerak. Hozircha bizga mana shuncha yetadi. Ana endi biz ketamiz bu yoqdan. Qishloq. Bu yaxshi. Bu oziq-ovqatlar bizga albatta kerak bo'ladi. Hammasini olamiz. Xo'sh, bu uyda nima bor? Sandiq. Sandiqning ichida mayli, nonni olamiz va yotoq ham bizga kerak bo'lishi aniq. Fakelni ham olamiz. Hech narsa yo'q. Sigirlar. Xo'sh, bu sandiqda izumrud yaxshi. Yana izumrudlar yo'q. Qo'tta. Cho'ta bu qishloqda izumrud ko'p ekan. Bechora go'lim. Keyin men temir qidirish maqsadida g'orga tushdim. Hop, mana shu yerdan hozir water drop qilib tushaman. Mahoratimni ko'rasizlar. Yonma pastda zombilar bor ekan. Bu yoqdan tushish xato. Okey, mayli, bu yoqdan tushamiz. Zombilar yo'q joydan. Let's go. Qildim, lekin jon ketdi baribir. Mayli, qochamiz va zombilar juda ham ko'p. Qorong'u ham buni ustiga. Boys, bizni birinchi temirimiz. Bularni hammasini olishimiz kerak. Hozircha mendan oziq-ovqatda umuman muammo yo'q. Qishloqdan olgan hamma pichanlarimni nonga aylantirib oldim. Juda ham ko'p bo'ldi. So ladies, I have a iron armors. Let's go baby. Va uje menda temirli aslahalar ham bor. Menimcha bu juda ham zo'r. Yo'q, mana shu zombilar ham kelib qolgandi. Hop, birdaniga uchalasi ham keldi. Mayli. Zombilar o'tolmayapti. Okey. Xo'sh. Oh my god. O'linglar. Jonim. Jonim kam. O'ldiradi hozir meni bular. Ehtiyot bo'lish kerak, bolalar, ehtiyot bo'lish kerak. Yo'q. Jonim. Ovqatlanishim kerak tezroq. Zo'rg'a tirik qoldim. Va men hozircha umuman erisha olmaydigan mana bu grass blok qo'limda turibdi. Buni Endermandan oldim. Men omadliman. Bu hammaga tushadi-yu. Keyin men o'zim uchun vaqtinchalik baza qurishim kerak edi va o'shanga joy qidirish uchun yo'lga otlandim va tasodifan buni topib oldim. Bu anu joyi qizil sigirlar bo'ladigan. Menimcha buni topib olish ehtimoli pastida. Men omadli insonman-da. Hamma muncha sigir ko'p bu yoqda.
Xullas, mana shu yer ideal joy. Shu yerdan uy quraman va videoni tugataman. Let's go. Xullas, nihoyat uyimni qurib bo'ldim, lekin qurish jarayoni videoga olinmagan. Mayli, bu juda ham zerikarli bo'lardi. Shuning uchun birdaniga qurib bo'lgandan keyin ko'rsatmoqchi edim. Bu yerlarga derazalarni qo'yib olamiz. Menimcha biz uxlashimiz kerak. Nechinchidir kun ham boshlandi, lekin nechinchiligini hali bilmayman to'liq. Aytgancha qalqonim chiroyliligini qaranglar. Bu mening uyimning balkon qismi bo'ladi. Bu yerda manzarani, ajoyib manzarani tomosha qilish mumkin. Ozroq dekoratsiyalar qo'shamiz, yana ham chiroyli bo'lishi uchun va okey-da, juda ham chiroyli ko'rinyapti, to'g'rimi? Bu yerga ham okey bo'ldi. Ana endi chiroyliroq bo'ldi. Hamma joyda deraza bor va bu yer balkon. Menimcha buni qo'ysam chiroyliroq ko'rinishi kerak. Ha, bo'ldi, normalniy, yaxshi. Albatta bu yerga qo'ylar ham olib kelaman. Menimcha biroz yetmay qoldi. Okey. Shu sandiqdagi narsalarni ichiga kirgizib olishim kerak-da. Bu yerdagi narsalarga qaranglar. Hammasini alohida qilib tartiblab chiqamiz. Bu sandiqda oziq-ovqat, qurol-yarog' va keyin yozuvlarni mana bunday qilib bo'yab chiqdim. Keyin esa mana shu yerdan biroz kichkinaroq ko'prik qurdim. Va tugadi. Unchalik zo'r ko'rinmasa ham bo'ladi. Bu videoda unchalik ko'p narsaga erisha olmadim, lekin keyingi videoda biz aniq juda ham ko'p ishlar qilamiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.